Leksiyimizni başlaymayız, hürmetli vatandaşım. Bugünkü islaha 2021 yıl 6. ayının 29. günü endiki mavzumunda vatandaş. Siz bunun dikkat kılısınız da vatandaş mavzumunda. Prezident Vladimir Putin bilen Xi Jinping ekranda söhbetleşti. Rusya, Cungo hamkorlik shartnomasining vaqtini uzartadigan bo'ldi. Mavzuli xabar 6 ayning 29 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Jungoda Dui torbitida e'lon qilinmadi. Bu Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Washington, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin haftaning 1-kuni, yani 6 ayning 28 kuni Jungoning rahbari Xi Jinping bilan ekran suhbati o'tkazdi. Jungo Rossiya do'stlik hamkorlik shartnomasi imzolanganligining 20 yilligi munosabati bilan birlashma bayonot e'lon qildi. Shartnomani uzartmoqchi bo'ldi. Buningdan burun Prezident Vladimir Putin 6 ayning 16 kuni Jenevada Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bilan yuqori darajaliklar suhbat o'tkazgan. Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin rais Xi Jinping bilan ekranda suhbatlashganda bunday ko'rsatdi. 2001 yılı 7. ayda Moskvada imzalangan Jungo-Rossiya do'stlik hamkorlik shartnomasi Rossiya-Jungo munosabatlarini mislsiz yuksaklikka ko'tarishga yordami bo'ldi. Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putin Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bunday ko'rsatdi. Bu kelishimning vaqti 2022 yil 2 ayda to'shatdi. Yana 5 yil uzartdik. Rais Xi Jinping so'zini boshlash bilan Rossiya bilan Beijing o'tirisida strategik hamkorlikning muhimligini ta'kidladi. Bugun Jungo-Rossiya munosabati pishib yetildi. Muqim va mustahkam deb boshladi Rais Xi Jinping sözünü her qanday biron chapqini sinoqlardan o'talaydi. İki taraf bir-birining joni-jon manfaatlariga taqiladigan masalalarda o'zaro bir-birini qo'llab keldi. Hamkorligimiz unumli bo'ldi. İki davlatning manfaatini unumli qo'g'didik. Jungo matbuot Xinhuashi Xi Jinpingning so'zlarini naql keltirib, yuqorida ko'rsatdi. Gerçi iki taraf Jungo-Rossiya do'stlik hamkorlik shartnomasi imzolanganligining 20 yilligini xotirlash birlashma bayonotida bunday ko'rsatildi. Rossiya Jungo munosabati sovuq munosabatlar urushi davridagi harbiy siyosiy ittifoqqa o'xshamaydi. Balki bunday davlatlar munosabat shaklidan olqib ketadi. Huquq manfaat qo'llashmaydi. İdeologiyalik dirang bo'lmaydi. İki taraf o'zaro manfaatni o'ylashadi. İki ishtog'i o'zaro aralashmaydi. Mustaqil qimmatga ega 3 davlat bilan bo'lgan yangi tipli xalqaro munosabatlarga qaratilmaydi ikki davlatning munosabati. Bu Rais Xi Jinpingning Prezident Vladimir Putin bilan o'tkazgan ekran söhbetinde sözlügen sözü. Devam vatandaşı.